Keksa avlod vakillarining bosib o'tgan hayot yo'li yoshlarga ibrat. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida tashkil etilgan uch avlod uchrashuvi rang-barang tadbir va muloqotlarga boy bo'ldi. Faxriy ustoz va murabbiylar el yurtimiz taraqqiyotiga o'zining munosib hissasini qo'shgan mehnat faxriylari yoshlar ishtirokidagi mazkur uchrashuv haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Uch avlod uchrashuvi keksa nuroniylar, o'rta avlod va yoshlar vakillari yig'ilgan tadbir. Har birining hayotida o'z davrining hikmati, sinovlari bor. Ushbu uchrashuv zamonlar ko'prigidek o'tmish bilan bugun bilan ertani bog'lab turadi. Ana shu jihatdan ham ahamiyatlidir. Gurlan tumanining chekka Vazir qishlog'ida tashkil etilgan tadbir doirasida 5000 qadam yurish aksiyasi, undan so'ng madaniyat markazida yoshlar o'rtasida turli intellektual o'yinlar, shaxmat, shashka musobaqalari va arzonlashtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkasi, hunarmandlar mahsulotlari ko'rgazmasi, bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari tashkil etildi. Shuningdek, o'quvchi yoshlar ishtirokida turli ma'naviy, ma'rifiy, musiqiy tadbirlarga ham keng o'rin berildi. San'atkorlarning sho'x qo'shiqlari uch avlod uchrashuv tadbiriga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Nuroniylarimiz o'zlarining ko'p yillik mehnat faoliyati davomida erishgan nazariy, amaliy bilimlarini, boy tajribasini yuksak malakasiga tayanib, yosh avlod vakillarining go'zal madaniyatga, yetuk ma'rifatga, yuksak ma'naviyatga erishish uchun bir nuroniy 10 yoshga mas'ul maqomi doirasida mana shu tarbiyaviy ishlarni olib bormoqda. Haqiqatan ham bugungi tadbirdan biz nuroniy vakillari yoshlarimizga, o'rta avlodga, yosh avlodga o'zimizning maslahatlarimizni va tavsiyalarimizni berdik. Mana shu bizning maslahatlarimizning tub maqsadi xalqqa, prezidentga, vatanga sidqidildan xizmat qilish, ularga sodiq bo'lishdan iboratdir. Mana bu davrada hayot sinovlarini birgalikda sabr va bardosh bilan yengib o'tib farzandlarini har tomonlama komil qilib tarbiyalagan, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan namunali oilalar vakillari yig'ilgan. Ular turmush farovonligida, bolalar tarbiyasida, ota va onalarning o'rni haqida va o'zlarining hayotiy misollarini keltirib, pand nasihat berdilar. O'z navbatida ibratli oila vakillariga hurmat va ehtirom ko'rsatildi. O'rta avlod vakili bo'lgan sababli bilamizki, bir qancha mamlakat davrlarni o'z boshimizdan kechirdik. Mana bugun esa mana shu berilib turgan imkoniyat va sharoitlarni o'quvchi yoshlarga bizlar ham aytib o'tib, ularga yana bir marta demak shu oldinga intilishga, ularga shu vatanparvar bo'lishi uchun undadik degan umiddaman. San'at yo'nalishi bo'yicha jaholatga qarshi ma'rifat ko'rik tanlovida viloyat bosqichida birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Yurtimizda yoshlarimiz uchun juda ham katta tashabbuslar qilinmoqda prezidentimiz tomonidan. Uch avlod uchrashuvida yoshi katta nuroniylarimiz bizlarga o'zlarining hayotiy tajribalari haqida gapirib berishdi. Vatanga sadoqatli bo'lishimiz, ilm olishimiz uchun harakat qilishimizni aytdilar. Biz albatta bu o'g'itlarga rioya qilamiz. Muhimi ham shu, yoshlarning katta avlod vakillaridan o'rnak olishi. Bu uchrashuv nafaqat avlodlar uchrashuvi, balki o'zbekona go'zal insoniy fazilatlarimiz namoyoni, qadriyatlar bayrami hamdir.